Sal yomg'ir tomchilayapti, lekin havo juda zo'r. Bugun mana 5-aprel. Deyarli har kuni bu antiqa joy ekan. Eski. Har kuni piyoda yuribmiz sog'lik uchun. Qonli yurish uchun. Qaranglar. Eski joy. Aprel 2026-yil. Yomg'ir ham sekin tezlashni boshladi. Eshitilayotgan bo'lsa, sontiga olmaganimga uzoqmoqchi bo'ldim. Shu olmaganimga noto'g'ri qilganimni his qildim keyin. Erinmasligim kerak edi.